Assalomu alaykum. Efirda axborot 24 informatsion dasturi, studiyada Jasur Jondayevxonov. Bugun 27-oktyabr Butunjahon audiovizual meros kuni. Sana haqida muxbirimiz Durdona Magziyeva lavhasida so'z yuritiladi. 2005-yilda UNESCO bosh konferensiyasi o'zining 33-sessiyasida 27-oktyabr World Day for Audiovisual Heritage Butunjahon audiovizual meros kuni deb e'lon qildi. Butunjahon audiovizual meros kuni bo'yicha hujjatda ta'kidlanishicha, audiovizual merosni asrab-avaylash uchun alohida sa'y-harakatlar talab etiladi. Chunki axborot tashuvchilar juda zaif va qisqa umr ko'radi. Har yili ushbu kun ma'lum bir muammo doirasida muayyan mavzuga bag'ishlanadi. Xalqaro sanaga bag'ishlangan tadbirlar qatoridan audiovizual hujjatlarni saqlashning ahamiyatiga bag'ishlangan davra suhbatlari, konferensiyalar va ommaviy ma'ruzalar, milliy kino arxivlari, audiovizual jamiyatlar, televideniya yoki radio va hukumat tomonidan birgalikda ishlab chiqarilgan mahalliy dasturlar, filmlar namoyishi va boshqalar kiradi. Audiovizual merosga filmlar, radio va teledasturlar, audio va video yozuvlar kiradi. Bunday hujjatlarni ommaviy tarqatish 20-asrda boshlangan va hozirda ular birlamchi ma'lumotlarning asosiy tashuvchilaridan biri hisoblanadi. Kino fotofoni hujjatlari Milliy arxivi direktori Zilola Abdullajonova. Bu kun munosabati bilan butun dunyo bo'yicha audiovizual merosni saqlovchi arxiv xodimlarini chin qalbimdan tabriklayman va bunday arxiv O'zbekistonda ham bor. Yagona arxivlardan biri bo'lgan aynan audiovizual merosni saqlayotgan arxiv bu O'zbekiston kino foto-fono hujjatlari milliy arxivi bo'lib hisoblanadi. Bu arxiv 1943-yilda tashkil topgan va hozirgi kunda bu arxivda 3 xil turdagi audiovizual hujjatlar, ya'ni kino, surat va ovozli hujjatlar saqlanmoqda. Bu hujjatlar haqida gapiradigan bo'lsak, bu yerda aynan 1860-yildan boshlab to hozirgacha bo'lgan hujjatlar. Eng qadimgilari bu foto hujjatlar bo'lib hisoblanadi. Aynan O'zbekiston xalqining tarixiy, ma'naviy, siyosiy, madaniy, ijtimoiy hayotlarini o'zida aks ettirgan foto lavhalar va filmlar haqida gapiradigan bo'lsak, aynan O'zbekistondagi kino va surat asoschisi Xudoybergan Devonovning olgan ilk kadrlari 1900-1905-yillarni o'zida aks ettirgan hujjatlar ham aynan mana shu arxivda saqlanmoqda. Va bu hujjatlarning ahamiyatli tomoni shundaki, bironta bir ma'lumotni 100 marta eshitganingizdan ko'ra bir marta bu narsani, bu hujjatni ko'rsangiz ko'proq yodingizda qoladi. Ayniqsa yoshlarimiz uchun bu ahamiyatli, chunki hozirgi kunda biron bir insonni tarixini yoki biron bir taniqli shaxsni, taniqli bir san'at arboblarining tarixini o'rganganda aynan u haqidagi biron bir hujjatli filmni ko'rish u haqida ko'proq ma'lumot beradi. Ya'ni o'sha davr ruhini his qilishimizga, o'sha davrga biz sayohat qilishimizga yordam beradi. Bitta film orqali biz aynan o'sha davrning arxitekturasini, madaniyatini, kiyinishini, transport vositalarini, bozorlarini, hatto juda ham ko'p ma'lumotlarni ko'rishimiz uchun bu hujjatlar mana shunisi bilan ham ahamiyatli hisoblanadi. Hujjatlarni raqamlashtirish masalasida gapiradigan bo'lsak, hozirgi kunda shu O'zbekistonda ilk bora Amerika Qo'shma Shtatlaridan aynan mana shunday kinoplyonka asosidagi audiovizual merosni, ya'ni kino hujjatlarini raqamlashtirish uchun maxsus texnika vositasi Sintel kino skaneri keltirildi va bu skanerda hozirgi kunda aynan mana shu merosni raqamlashtirish ishlari amalga oshirilyapti va butun jahon talabiga javob beradigan 4K formatda hujjatlar raqamlashtirilmoqda va bu juda ham katta qulayliklari bor. Bu skanerni, ya'ni hozirgi kunda turli xil tovushlar, turli xil dog'lar, kinoplyonkaddagi turli xil bir nuqsonlar bo'lsa, ularni ham ishlash imkoniyati, ularga elektron restavratsiya qilish imkoniyati paydo bo'ldi va bu albatta aynan foydalanuvchilarimiz, tadqiqotchilarimiz uchun juda ham katta qulayliklarni yaratmoqda. 1997-yilda yaratilgan Jahon xotirasi xalqaro reyestri hozirda jahon miqyosida muhim ahamiyatga ega bo'lgan 300 dan ortiq hujjatli meros, jumladan audiovizual merosni o'z ichiga oladi. Butunjahon audiovizual meros kuni merosning insonlar ongida tinchlikni saqlashdagi rolini ta'kidlaydi. Siz axborot 24 informatsion dasturi bilan tanishdingiz.